Assalomu alaykum. Men bugun pensionerlar uchun mobil aloqa tariflari haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat nafaqadagi ota-onalarimizga emas, ularning farzandlari va nevaralariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda keksa odamlar oddiy qo'ng'iroq qilish, SMS yuborish yoki Telegramda yozish uchun ham ortiqcha pul to'lab yurishadi. Ayniqsa Ucell, Beeline va Mobiuz abonentlari orasida qaysi tarif arzonroq? Qaysi bir pensionerga mos? Nimaga pul tez tugayapti degan savollar juda ko'p. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bu ma'lumot pulingizni tejashi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar mobil telefondan faqat qo'ng'iroq uchun foydalanardi. Masalan, farzandiga qo'ng'iroq qiladi, shifokor bilan gaplashadi, kommunal to'lov bo'yicha xabar oladi yoki mahalla raisi bilan bog'lanadi. Shuning uchun eski tariflarda asosiy e'tibor daqiqalarga qaratilgan edi. İnternet deyarli ishlatilmasdi, SMS ham kam edi. Odamlar telefoniga 1000 yoki 20 ming so'm tashlab bir necha hafta bemalol yurardi. Hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Pensionerlar ham Telegram ishlatadi, video qo'ng'iroq qiladi, bank ilovasidan foydalanadi, pensiya kartasidagi mablag'ni tekshiradi, shifoxona navbat onlayn ko'radi. Farzandlari yuborgan rasm va videolarni ochadi. Mana shu yerda muammo boshlanadi. Agar tarif noto'g'ri tanlangan bo'lsa, telefon balansidan pul juda tez yechiladi. Odam internet paketi tugaganini bilmaydi. Har bir megabayt uchun alohida pul ketadi. Yoki tarifda daqiqa yetarli emas, operator ichida arzon, boshqa operatorga qo'ng'iroq esa qimmat bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner oyiga 25 ming so'mlik tarifda yuribman deb o'ylaydi. Lekin aslida qo'shimcha internet pullik xizmatlar, eski abonent to'lovi va tasodifan ulangan servislar sabab oy oxirida 45 ming yoki 60 ming so'mgacha sarflab yuboradi. Eng achinarlisi, odam telefon pulini yeb qo'yapti deb o'ylaydi, lekin sababini tekshirmaydi. Aslida muammo ko'pincha tarifda emas, tarifning odam ehtiyojiga mos kelmasligida bo'ladi. Pensionerlar uchun tarif tanlashda men birinchi navbatda 3 ta savol beraman. Birinchisi, odam oyga necha daqiqa gaplashadi? Ikkinchisi, internetdan qanchalik foydalanadi? Uchinchisi, qo'ng'iroqlar asosan qaysi operatorlarga qilinadi? Chunki Ucell, Beeline va Mobiuz tariflarida farq aynan shu joylarda ko'rinadi. Kimdir faqat Ucell abonentlariga qo'ng'iroq qiladi, kimdir Beeline ishlatadigan farzandlari bilan gaplashadi. Kimdir esa Mobiuz raqamidan bank xabarnomalarini oladi. Bitta tarif hamma uchun ideal bo'la olmaydi. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Toshkentda yashaydigan 68 yoshli onaxon telefonni asosan qo'ng'iroq uchun ishlatadi. Har kuni 2-3 marta farzandlariga qo'ng'iroq qiladi. Har bir suhbat 3-5 daqiqa davom etadi. Oyiga taxminan 2-3 daqiqa kerak bo'ladi. İnternet faqat Telegram xabarlari uchun kerak, video ko'rmaydi. Bunday odamga katta internet paketi bo'lgan qimmat tarif kerak emas. Unga eng muhimi ko'p daqiqa past abonent to'lovi va keraksiz pullik xizmatlarning o'chirilgani. Agar u oyiga 30 ming so'mlik, ichida 210 gigabayt internet bor tarifga ulangan bo'lsa, lekin internetdan 20 gigabayt ham ishlatmasa, demak pulning katta qismi bekorga ketmoqda. Ikkinchi vaziyat. Viloyatda yashaydigan otaxon nabiralari bilan video qo'ng'iroq qiladi. Telegramda ovozli xabar yuboradi, YouTube'da diniy ma'ruzalar va sog'liq bo'yicha videolar ko'radi. Unga faqat arzon daqiqa yetmaydi. Agar internet paketi kichik bo'lsa, oy o'rtasida tugaydi va keyin balansdan pul yechila boshlaydi. Masalan, oyga 2 gigabayt internet bor tarifda odam haftasiga 4-5 ta video ko'rsa, paket juda tez tugaydi. 1 soatlik video sifatiga qarab 500 megabaytdan 1 gigabaytgacha internet sarflashi mumkin. Demak, bunday pensioner uchun kamida 215 gigabayt internetli tarif yoki alohida internet paket kerak bo'ladi. Uchinchi vaziyat. Odamning telefonda internet deyarli ishlatilmaydi, lekin bank SMS xabarlari keladi. Pensiya tushganini biladi, kommunal to'lovlar bo'yicha xabar oladi. Bu yerda SMS va balansdagi barqarorlik muhim. Ba'zi tariflarda SMS paket bo'ladi, ba'zilarda esa har bir SMS alohida narxlanadi. Hozir ko'pchilik SMS kam yuboradi, lekin bank, davlat xizmatlari va tasdiqlash kodlari uchun SMS juda muhim. Shuning uchun tarif almashtirishdan oldin SMS olish bepulmi? Yuborish qancha turadi? Xizmat kodlari ishlaydimi? Bularni aniqlab olish kerak. Ucell, Beeline va Mobiuz bo'yicha yondashuv shunday bo'lishi kerak. Nomiga qarab emas, shartiga qarab tanlash kerak. Ba'zan pensionerlar uchun deb atalgan taklif odamga mos keladi. Ba'zan esa oddiy ommaviy tarif undan ham foydaliroq bo'lishi mumkin.
Masalan, agar maxsus ijtimoiy tarifda arzon abonent to'lovi bor, lekin internet juda kam bo'lsa, telefonda Telegram va YouTube ishlatadigan pensioner uchun bu noqulay bo'ladi. Aksincha, internet kerak bo'lmagan odamga 20 gigabaytli tarif tanlash ham ortiqcha xarajat. Men ko'pincha shunday hisob kitob qilishni maslahat beraman. Oxirgi bir oyda qancha pul sarflanganini ko'ring. Agar oyga 50 ming so'm ketayotgan bo'lsa, lekin odam faqat qo'ng'iroq qilsa, bu signal. Keyin detalizatsiya olish kerak. Qaysi kunlarda pul yechilgan? Internet uchunmi? Abonent to'lovi uchunmi? Pullik xizmat uchunmi? Boshqa operatorga qo'ng'iroq uchunmi? Hammasi ko'rinadi. Shu ma'lumot asosida tarif tanlansa, tejamkorlik aniq bo'ladi. Masalan, noto'g'ri tarifda oyiga 55 ming so'm ketayotgan abonent mos tarifga o'tkash 25-35 ming so'm oralig'ida qolishi mumkin. Bu yiliga 240 ming so'mdan 360 ming so'mgacha tejash degani. Kimlar albatta xavotir olishi kerak? Birinchidan, balansga pul tashlansa ham bir necha kunda tugab qoladiganlar. Ikkinchidan, telefonda internet paketingiz tugadi degan xabar keladiganlar. Uchinchidan, abonent to'lovi qachon yechilishini bilmaydiganlar. To'rtinchidan, eski tarifda yurgan va bir necha yildan beri tarifni almashtirmaganlar. Beshinchidan, telefonda reklama, musiqa, obuna, kontent xizmati kabi tushunarsiz xizmatlar ulangan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar odam oyga bir xil miqdorda pul sarflasa, balans tez tugamasa, internet paketi yetib tursa, qo'ng'iroqlarda muammo bo'lmasa, demak hozirgi tarif ehtimol mos. Lekin baribir yiliga kamida bir marta tekshirish kerak. Chunki operatorlar tarif shartlarini yangilaydi, yangi paketlar chiqadi, eski tariflar arxivga o'tadi. Bugun foydali bo'lgan tarif bir yil o'tib, eng qulay variant bo'lmasligi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, tarif narxi bilan real xarajat bir xil emas. Reklamada oyiga 25 ming so'm deyilishi mumkin. Lekin agar paket tugasa, qo'shimcha internet ishlatilsa, pullik xizmatlar ulangan bo'lsa yoki boshqa yo'nalishlarga qo'ng'iroq ko'p bo'lsa, real xarajat ancha oshadi. Shuning uchun men faqat abonent to'loviga qarab qaror qilishni noto'g'ri deb hisoblayman. Tarifning ichidagi daqiqa, internet, SMS, amal qilish muddati va paket tugagandan keyingi narxlar ham tekshirilishi kerak. Ikkinchi tuzoq, operator ichida bepul degan iborani noto'g'ri tushunish. Masalan, ujal ichida daqiqalar ko'p bo'lishi mumkin, lekin abonentning farzandlari Belin yoki Mobius ishlatsa, bu daqiqalar yetarli foyda bermaydi. Xuddi shunday, Belin ichidagi imtiyoz Mobius raqamlariga ko'p qo'ng'iroq qiladigan odam uchun uncha foydali bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun pensioner kimlarga ko'p qo'ng'iroq qilishini oldindan yozib chiqish kerak. 10 ta eng ko'p qo'ng'iroq qilinadigan raqamni tekshiring. Qaysi biri Uchel, qaysi biri Belni, qaysi biri Mobius. Shundan keyin tarif tanlash ancha osonlashadi. Uchinchi tuzoq, internet paket tugaganini sezmaslik. Keksa odamlar ba'zan telefonda internet doim ishlaydi deb o'ylashadi. Aslida paket tugaganidan keyin internet balansdan yechilishi mumkin yoki tezlik keskin pasayadi. Masalan, Telegramda bitta video ochildi. WhatsApp orqali bir nechta rasm yuklandi. YouTube avtomatik keyingi videoni qo'ydi va odam sezmay qoladi. Agar paketdan tashqari internet narxi qimmat bo'lsa, 15 ming so'm bir kunda ketib qolishi mumkin. Shuning uchun telefon sozlamalarida mobil internet sarfini ko'rsatadigan bo'limni tekshirish juda foydali. 4-tuzoq, pullik kontent xizmatlari. Ba'zan odam tasodifan reklamadagi tugmani bosadi, qandaydir musiqa, ob-havo, horoskop, tanishuv, kulgili xabarlar yoki boshqa servisga ulanib qoladi. Har kuni 500 so'm, 1000 so'm yoki 1500 so'm yechilishi mumkin. Bir qaraganda kichik summa, lekin oyiga 1000 mingdan 40 ming so'mgacha bo'ladi. Pensioner, men hech narsa ulamaganman deydi, lekin tizimda obuna faol turadi. Shuning uchun operator ofisida yoki ilovasida barcha pullik xizmatlarni tekshirtirish shart. 5-nozik jihat, tarifni almashtirish vaqti. Agar abonent to'lovi yaqinda yechilgan bo'lsa va siz darhol boshqa tarifga o'tsangiz, eski tarif uchun to'langan pul qaytmasligi mumkin. Yangi tarif uchun yana to'lov yechilishi ehtimoli bor. Shuning uchun tarif almashtirishdan oldin abonent davri qachon tugashini so'rash kerak. Eng yaxshi vaqt ko'pincha yangi oy yoki paket davri tugashiga yaqin kunlar bo'ladi. Lekin bu har bir operatorda va tarifda farq qiladi. Shuning uchun aniq javobni operatorning rasmiy ofisidan yoki qo'llab-quvvatlash xizmatidan olish kerak. 6-nozik jihat, pensionerlik hujjati talab qilinishi mumkin. Ba'zi maxsus takliflar uchun pasport yoki ID karta
pensiya guvohnomasi, ayrim holatlarda abonent raqami aynan pensiya nomida bo'lishi talab qilinadi. Agar raqam farzandning nomida bo'lsa, pensionerlar uchun maxsus tarifga ulashtirib etilishi mumkin. Bunday vaziyatda raqam egasini o'zgartirish kerak bo'ladimi yoki ishonchnoma yetarlimi? Buni operator ofisida aniqlash kerak. Hujjat masalasini oldindan bilmasangiz, ofisga borib vaqt yo'qotishingiz mumkin. 7-nozik jihat hududdagi aloqa sifati. Tarif qanchalik arzon bo'lmasin, agar uyda yoki qishloqda signal yaxshi bo'lmasa, foydasi kam. Masalan, bir mahallada o'zil yaxshi ishlaydi. Boshqa joyda belin kuchliroq, yana bir joyda mobius barqarorroq bo'lishi mumkin. Pensioner ko'p vaqtini qayerda o'tkazadi? Uydami, dala hovlidami, poliklinika yaqinidami? Shu joyda aloqa sifati tekshirilishi kerak. Arzon tarif tanlab, keyin har qo'ng'iroqda aloqa uzilib qolsa, bu ham noqulaylik, ham ortiqcha xarajat. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hozirgi tarif nomini bilib oling. Buni operatorning mobil ilovasida, shaxsiy kabinetida, qo'llab-quvvatlash xizmatida yoki ofisda bilish mumkin. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandi yoki nabirasi yordam bersin. Faqat og'zaki bizda arzon tarif degan gap yetarli emas. Tarif nomi va shartlari yozma yoki ekranda ko'rinishi kerak. Ikkinchi qadam, oxirgi 30 kunlik xarajatni tekshiring. Qancha pul tashlangan, qancha abonent to'lovi yechilgan. Internet uchun qancha ketgan, pullik xizmat bormi, paketdan tashqari qo'ng'iroqlar qancha bo'lgan, hammasini ko'ring. Ucell, Belin va Mobius ofislarida yoki ilovalarda xarajatlar bo'yicha ma'lumot olish imkoniyati bo'ladi. Agar ilovada tushunarsiz bo'lsa, operator ofisiga borib, oxirgi bir oy uchun xarajat detalizatsiyasini ko'rsatib bering deb so'rash kerak. Uchinchi qadam, ehtiyojni yozib chiqing. Men oddiy qog'ozga 3 ta qator yozishni maslahat beraman. Daqiqa internet SMS, masalan, daqiqa 300-500 internet 305 GB SMS kam yoki boshqa holat. Daqiqa 100 internet 15 GB video qo'ng'iroq ko'p. Mana shu kichik tahlil sizni noto'g'ri tarifdan himoya qiladi. Operator xodimi sizga bir nechta variant aytsa, siz o'z ehtiyojingizni aniq aytasiz va keraksiz paketga ulanib qolmaysiz. 4-qadam, pensionerlar uchun maxsus taklif bor yo'qligini so'rang. Ucell ofisiga borsangiz, pensionerlar uchun alohida tarif yoki ijtimoiy paket bormi? Hujjat sifatida nima kerak deb so'rang. Belni ofisida ham xuddi shunday so'rang. Mobius bo'yicha ham albatta aniqlang. Faqat reklama yoki tanishlarning gapiga ishonib qolmang. Chunki tariflar tez-tez o'zgaradi. Ba'zi takliflar faqat ma'lum hududda yoki ma'lum abonentlar uchun bo'lishi mumkin. 5-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat ham so'ralishi mumkin. Raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Agar raqam pensionerning o'z nomida bo'lmasa, operator xodimidan bu raqamni pensioner tarifiga ulash mumkinmi yoki egasini o'zgartirish kerakmi deb aniq so'rang. Bu savolni bermasangiz, keyin ulanish jarayonida muammo chiqishi mumkin. 6-qadam. Barcha pullik xizmatlarni o'chiring. Operator xodimiga aniq qilib ayting. Raqamda pullik obunalar, kontent xizmatlari, musiqa, xabarlar, ko'ngilochar servislar ulangan bo'lsa, barchasini tekshirib, keraksizlarni o'chirib bering. Bu juda muhim. Chunki tarifni to'g'ri tanlasangiz ham, yashirin yoki unutilgan pullik xizmatlar pulni kamaytirishda davom etishi mumkin. 7-qadam, internet nazoratini yoqing. Agar pensioner smartfon ishlatsa, telefon so'zlamalarida mobil internet sarfini kuzatish mumkin. Android telefonlarda odatda data usage yoki internet sarfi bo'limi bor. iPhone'da ham mobil data bo'yicha statistika mavjud. Bu joydan qaysi ilova ko'p internet yeyayotganini ko'rish mumkin. Agar YouTube, Telegram yoki WhatsApp juda ko'p internet ishlatayotgan bo'lsa, avtomatik yuklashni o'chirish kerak. Telegramda media avtomatik yuklanishini cheklash. WhatsAppda video va rasmlarni faqat Wi-Fi orqali yuklashga so'zlash. YouTube'da video sifatini pastroq qilish internetni ancha tejaydi. 8-qadam, tarifni almashtirishdan oldin yozma shartlarni tekshiring. Operator xodimi aytgan ma'lumotni ilovada yoki rasmiy saytda ko'rib chiqing. Abonent to'lovi qancha paket necha kunga beriladi? Daqiqalar qayerga amal qiladi? Internet tugagach nima bo'ladi? Tarifdan chiqish yoki boshqa tarifga o'tish pullikmi, bularni so'rang. Ayniqsa pensionerlar uchun degan nom borligi bilan to'xtab qolmang, amaliy shartini ko'ring. 9-qadam. Tarif almashtirgandan keyin birinchi hafta balansni kuzating. Agar kutilgandan tez kamaysa, darhol sababini tekshiring. Ko'pchilik bir oy kutadi, keyin norozilik bildiradi.
aslida birinchi 37 kun ichida xato ko'rinadi. Masalan, yangi tarif ulangan, lekin eski pullik xizmat o'chmagan. Yoki internet paketi juda tez tugayapti. Yoki abonent to'lovi yetarli balans bo'lmagani uchun to'liq faollashmagan. Bunday holatlarda tezroq murojaat qilish kerak. 10-qadam. Pensionerning telefonini soddalashtiring. Keraksiz ilovalarni o'chiring. Avtomatik yangilanishlarni Wi-Fi orqali ishlaydigan qiling. Reklama ko'p chiqadigan ilovalardan ehtiyot bo'ling. Telefon ekraniga operator ilovasi, bank ilovasi, qo'ng'iroq va xabarlar kabi zarur narsalarni qulay joylashtiring. Keksa odam adashib pullik havolani bosmasligi uchun brauzer va reklama bildirishnomalarini ham tekshirish foydali. Bir misol. Pensioner Otaxon oyiga 20 ming so'm tashlab yurgan, lekin pul 10 kunda tugagan. Tekshirilganda har kuni 1 million so'mdan pullik kontent xizmati yechilayotgani ma'lum bo'lgan. Oyiga 30 ming so'm faqat shu xizmatga ketgan. Tarifni almashtirishdan ham oldin xizmat o'chirilgan va xarajat darhol kamaygan. Bu yerda muammo tarifda emas, nazoratsiz obuna deydi. Ikkinchi misol. Onaxon arzon tarifga ulangan, ichida internet juda kam bo'lgan. Nabiralari har kuni rasm va video yuborgan. Telegram avtomatik yuklab olgan. İnternet paketi 5 kunda tugagan, keyin balansdan pul ketgan. So'zlamalarda avtomatik yuklash o'chirildi. Video faqat Wi-Fi da ochiladigan qilindi. Keyin esa biroz ko'proq internetli tarif tanlandi. Natijada oy davomida aloqa uzilmaydigan bo'ldi. 3-misol. Bir pensioner mobil raqamidan foydalangan, lekin ko'p qo'ng'iroqlari belini va ujal raqamlariga bo'lgan. U operator ichidagi imtiyozdan deyarli foydalanmagan. Tarif qog'ozda foydali ko'ringan, lekin real hayotda mos kelmagan. Eng ko'p qo'ng'iroq qilinadigan raqamlar tahlil qilingandan keyin barcha yo'nalishlarga yetarli daqiqa beradigan tarif tanlangan. Shundan keyin oy oxirida qo'shimcha xarajat kamaygan. 4-misol. Farzand onasiga katta internetli tarif ulab bergan, lekin onasi internet ishlatmagan, faqat qo'ng'iroq qilgan. Oyga 25 ming so'm to'langan, ishlatilgan internet esa 300 megabaytdan oshmagan. Tarif qayta ko'rib chiqilib, arzonroq va ko'proq daqiqa beradigan variant tanlangan. Natijada har oy 25-20 ming so'm tejalgan. Bu kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin yiliga 1,2 ming so'm degani. Xulosa shuki, 3 yil belini va Mobiuzda pensionerlar uchun eng yaxshi tarif deganda bitta umumiy javob yo'q. Eng yaxshi tarif bu aniq odamning ehtiyojiga mos tarif. Kimga ko'p daqiqa kerak, kimga internet kerak. Kimga esa eng muhimi balans barqarorligi va pulli xizmatlarning yo'qligi. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Avval xarajatni tekshiring, keyin ehtiyojni yozing. Keyin operator ofisida pensionerlar uchun mavjud takliflarni hujjat bilan aniqlang, so'ng tarifni almashtiring. Kommentariyada yozing. Siz yoki ota-onangiz qaysi operatordan foydalanasiz? Ujelmi, belinimi yoki Mobiuzmi? Va oyga taxminan qancha pul ketadi? Balki sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'ladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tarif tanlovi har oy pulni tejaydi va eng muhimi pensioner odamni keraksiz asabiylashishdan saqlaydi.